Zokir Mo'minov tanishtiradi. Bugungi ko'rgazmada 40 ta asar namoyish etilmoqda. Ularning aksariyati Alisher Navoiy asarlaridan, xususan Hamsa dostonidagi Hayratul Abror, Farhod va Shirin, Layli va Majnun, Sabbiy Sayyor, Sadd Iskandariy qahramonlariga bag'ishlangan. Ko'rgazmada an'anaviy sharq miniatyurasi bilan bir qatorda zamonaviy yondashuvlar ham mavjud. Buyuk musavvir Kamoliddin Behzod ijodiga mansub asarlarning nusxalari ham namoyish etilmoqda. Ushbu asarlardagi rang, kompozitsiya va obrazlardagi noodatiy yechimlar tomoshabinni befarq qoldirmaydi. Odatda musavvirlar qaysidir bitta o'zini asarini yaratish uchun ma'lum muddat belgilab bo'lmaydi. Ya'ni bu ilhom bilan yoki topilmalar bilan bog'liq masala. Inson qaysidirki mana hozir allomalardan kelib chiqadigan bo'lsa, qaysidir allomani hayotini yoritmoqchi bo'lsa, avvaliga uni hayoti va ijodini o'rganib chiqadi, uni davrida bo'lgan voqealarni o'rganib chiqadi va shu asar bo'yicha o'zini qoralama eskizlarni qilib va shu eskizlar bo'yicha o'zini ishlanmalarini boshlaydi. Agar miniatyura asarlarni o'ziga keladigan bo'lsak, bu odatda 1 oydan 1 yilgacha yoki 6 oygacha bo'lgan muddatni oladi, chunki juda mayda texnikada ishlangani uchun uzoq muddatda ishlar davomiy ravishda qilib borish kerak bo'ladi. Bu buyuk zotlarning bugungi kungacha hali meroslari, o'rganiladigan mavzulari, o'rganiladigan qirralari juda ham ko'pligi bilan ahamiyatli. Bugungi ko'rgazmamiz asosan yosh ijodkorlar qalamiga mansub. Biz shu yoshlarni ijodiy asarlarini jamlashga harakat qildik. Biz maqsad qo'ydikki, bugungi kunda yoshlar bu ijodkorlarning, Navoiyning, Boburning, Kamoliddin Behzod ijodiy asarlarini, ularni qarashlarini qanday qabul qilyapti va o'sha qabul qilgan darajasida ular o'zini asarlarida buni aks ettiradi. Xursand bo'lgan jihatimiz nafaqat o'sha Alisher Navoiyni asosan Hamsa tarkibidagi dostonlari, Boburni Boburnomasi, Kamoliddin Behzodni asarlari bilan birga ularni shaxsiga ham ko'proq e'tibor berishgan. Zahiriddin Muhammad Boburning Boburnoma asarida tasvirlangan tarixiy shaxslar va voqealar ham miniatyura san'ati orqali qayta jonlantirilgan. Ushbu asarlarda Bobur obrazi donishmand hukmdor, mohir sarkarda va san'at hamda ilm ahliga yuksak ehtirom ko'rsatgan davlat arbobi sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu ko'rgazmadan o'rin olgan ijodiy asarlarimdan biri Kamoliddin Behzod shaxsiyatiga bag'ishlangan asar. Ushbu asarimizda ko'rishimiz mumkin. Kamoliddin Behzodning butun hayoti davomidagi davriyligi ifodalangan. Kamoliddin Behzodning bolalik davri, Alisher Navoiyni Mirak Noqqoshga o'sha Behzodni shogird qilib beradigan vaqti va Kamoliddin Behzodning eng ijodiy yuksalgan davri, uni orqasidan mana naqshlarimiz bilan quyosh, ya'ni nur sochayotgan vaqtini, ijodiy barkamolligini, porloqligini, qolaversa mana o'sha otlardagi qanotli otlar bilan ifodalangan, ya'ni ijodiy yuksalish davrini ko'rsatib berishga harakat qilingan va umri so'ngida bo'lsa ham o'zini ijodini davomiy davom ettirgan holatda o'quvchilarga o'rgatayotgani va bu yoqda shunda Eronning podshohi Taxmasga ham o'sha miniatyuradan dars berganligini ma'lumotini berib o'tib ketganmiz. Bobur obrazini tasvirlayotgan paytimda men Pirimqul Qodirovni Yulduzli kunlar asariga murojaat qilganman. Albatta, bu asarni o'qib biz rassomlar har doim eskiz qilamiz. Unda o'qigan har bitta voqeasida tasvirlangan joyimni eskiz qilib olib borganman va shuni eskizlarimni 3 ta variantini bitta kompozitsiyada jamlashga harakat qilganman. Birinchisida o'sha Boburni yoshlik davri taxtga o'tiradi. Ikkinchisida esa Hindistonda shohlik paytini tasvirlashga harakat qilganman. O'rtada markazda esa Boburning yosh paytlarini gavdalantirishga, ya'ni o'zimni hayolimdagi Boburni tasvirlashga harakat qilganman. Bugun namoyish etilgan asarlar Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Kamoliddin Behzod kabi sharqning buyuk daholariga bag'ishlangan. Ular qoldirgan bebaho meros esa inson qalbini to'lqinlantirib, yosh ijodkorlar uchun ilhom manbai bo'lib kelmoqda. Zokir Mo'minov, Islombek Abdunabiyov bugun dastur uchun.